Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod rayonida joylashgan 2 so'tli yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalar soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Ko'cha tarafdan darvozagacha 2 ta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Imoratgacha bo'lgan masofada zeleniy zonalari ham bor, chiroyli manzarali daraxtlar ekib qo'yilgan. Endi hovliga kiramiz. Eshik orqali hovliga kirib kelamiz. Hovli tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat ko'tarilgan. Aytib o'tganimizdek, 3 ta qavatdan iborat. Podval, birinchi va ikkinchi qavat. Eshik orqali hovliga kirganimizda chap tarafda hovli qismi uchun hojatxonasi bor. Hovlida yana bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. O'ng tarafimizda kichikroq naves va navesning tagida yozgi oshxona joylashgan. Chap tarafimizda rakvina o'rnatilgan, bemalol qo'llarni yuvib uy ichiga kirsa bo'ladi. Endi uy ichiga kiramiz, xonalar planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Imoratning ichiga kirib kelamiz. Chap tarafimizda hol qismi bor. Holdan zalga o'tiladi. Demak, birinchi qavatda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, birinchi qavat uchun umumiy sanuzel va uyga kirganimizda o'ng tarafimizda oshxona bor. Zalga kirib kelamiz. Zal ko'rinishi, zal razmeri o'zgarasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Sifatli qurilish mollaridan foydalanib qurilgan va ta'mirlangan uy. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Bu joyda 3 ta oynalar tushgan, ko'cha tarafga qaragan va yana bitta shunaqa polotsenli polgacha qilingan oynalar hovliga qarab turibdi. Kichikroq orqa hovlisi bor. Qo'shni devordan 2 metr tashab imorat ko'tarilgan. Demak, bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonaning razmeri uzunasiga 4,5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinish. To'qli polni tashalgan va undan tashqari registr batareyalari ham ishlatilgan. Imoratga kirganimizda o'ng tarafda oshxona joylashgan. Shunaqa ko'rinishdagi oshxona bor. Oyna romlari hovliga qaragan va har bitta xonada terma regulyatorlar o'rnatilgan. Suv chiqib turgan joy domofon uchun mo'ljallangan. Demak, birinchi qavatda hol oshxona, zal mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzel bo'ldi. Imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Zinalarga yasin ishlatilgan taxtadan ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan va bu joydan balkon qismiga chiqiladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafdagi xonaga kiramiz. 4 ga 4,5 razmerdagi yotoqxona. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Bu joyda ikkinchi qavatda joylashgan ikkinchi yotoqxona. 4 ga 3 razmerda bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ko'rinishi. Kichikroq koridor bo'ylab o'tganimizda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kiriladi. Bu xonaning razmeri 4,5 ga 4 va 4,5 ga 4 razmerli xonadan tashqari garderob uchun mo'ljallangan joyi va alohida o'zini sanuzeli bor. Bu joyda garderobning shkaflarni yasatsangiz bo'ladi. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ldi. 4 talasi ham yotoqxona uchun mo'ljallangan.
ikkita sanuzyul, ikkita sanuzyuldan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida va yana bittasi ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi sifatida foydalaniladi. Eslatib o'taman, birinchi qavatda oshxona, hol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzyul bo'ldi. Bu uyda o'zi umumiy 4 ta sanuzyul joylashgan, 3 tasi imorat ichida va bittasi hovlida. Santexnikalari hammasi turetskiy. Imoratning podol qismiga tushib kelamiz. Imoratda tegi butunlay yaxlit podol. Mana shunaqa ko'rinishda polotsenli oynalarga tushgan, hamma joyiga to'pli pol ishlatilgan. Yarim qismi trenajyorlik va yarmi davashli kinoteatr sifatida foydalansa bo'ladi. Mana ko'rsatgan joyimizda televizor antennasi, demak Wi-Fi va rozetkali o'tkazilgan. Bu joyda davashli kinoteatr uchun foydalansanglar bo'ladi bu joydan. Podol qismi uchun termoregulyator va podolning bir chekkasida kotelni joylashgan. Duxkonturniy kotel, oldida suv uchun boiler, stabilizator, avtomatika va bu joyda mana yana polotsenli oyna rom tushgan. Zinalar tagida podsvetkalari bor. Mana ko'rsatayotgan joyimda yana qo'shimcha kladovka sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu ko'rsatgan uyimizda Yunusobod rayonida joylashgan Orientir Sabina ro'parasidagi ko'cha. Yaxshi mahallada joylashgan 2 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy, binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. Bu uyga qiziqganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.